Assalomu alaykum. Hurmatli mutasaddi tashkilotchilar. Mana bugun hozir biz 2 nafar haydovchimizni yonida turibmiz. Bular Oltiariq Tinchlik, ya'ni Oltiariq Hamza yo'nalishida ishlovchi qonuniy shofyorlar. Mana hozir o'zlaridan 2 og'iz so'raymiz. Holat nima bo'ldi aka? Nima sababdan avtomashinalaringni oynalari sinib ketganligi haqida o'zinglar 2 og'iz mana gapirib bersanglar. Biz qonuniy yo'nalishimiz bo'yicha ishlagani borgandik, haydovchilik bilan shug'ullanamiz, yo'lovchi tosh bilan borganimizdan beri mana shu asablar tugadi, gapirishga ham hozir hech nimamiz bo'lmayapti, majburmiz. 27 apreldan beri mana bugungacha shu ahvol. Bordik, ishlatishmayapti, zo'ravonlikda qilishyapti, mashinani aynaklarini urib sindirib tashlashdi. Kerak bo'lsa qissi bilan anda qilishyapti yo'lda. Passajiri bor, yo passajiri yo'qmi, o'ylashmayapti. Bu bizku mayli, bitta odammiz, bitta shopirmiz. O ichidagi yo'lovchilarchi? Yo'lovchilarni o'ylash kerak, passajirlarni o'ylash kerak. 4-5 ta odam bo'ladi ichida, mashinaning ichida. 2 ta odam bo'ladi, yosh bolalar bor ichida. O'shalarni o'ylash kerak, inobatga olish kerak. Qilsa o'zimizga qilsin. Bu fuqarolarda ayb yo'q-ku hech qanaqa. Passajirlarda. Bu borada ichki ishlar 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib ogohlantirdinglarmi yoki shundoq qaytib kelaverdinglarmi? 102 ga qo'ng'iroq qildik. Hatto uchastka noziriga arizalar bilan murojaat qildik. Mashinani urgan shaxs bir Damazning ichida bo'lganda, o'sha Damazni topib ham olib keltirdik. Lekin tosh otgan yonidagi yigit yo'q. Biz oldimizga Damas kelganda hech kim yo'q edi deyapti. Uni haydovchisi aytayapti, men sizni birinchi marta ko'ryapman dedi. Katta videoga tushib qolgani uchun keyin taslim bo'lyapti. Aynan singanda orqangizdan men ham qayrildim-ku. Mana shu paytda men aynan tushib ketdi deb o'yladim aka deyapti. Uchastka noziri bu narsalarni eshitib turibdi, lekin bilmadim. Hech qanday chora. Endi meni gumonim shu Hamza yo'nalishiga burilib, to'xtab, magazinga suv olib olgani kirganimda, shu magazinning ichiga kirganimda shu holat bo'ldiki, tarslagan ovoz eshitildi. Chiqib qarasam, magazin ichi bilan chiqib qarasam, aynagim orqa chap aynagim sinib yorilib yotgan edi. Endi meni ham gumonim shu shaxsdan, Sherali degan shaxsdan. Shu 3-4 ni boshqarib yurgan insonlar. Boshqa kimdan gumon qilaman? Hali aka siz bilan gaplashganimda holat yuzasidan 102 raqamiga qo'ng'iroq qilganingizdan keyin uchastkavoy siz bilan bog'langanini hamda o'zingizni yoningizda guvoh sifatidagi inson bo'lganini ta'kidlab o'tdingiz. Lekin u holat yuzasidan nima bo'ldi? Guvohingiz ham bor edi-ku. Guvohim bor edi. Uchastka noziri u bolani so'radi. Sen kimsan dedi. Falonchakiz akasi bo'laman deb otasini ismigacha aytib, uchastka noziriga o'zini tanishtirdi. Bo'ldi, borsan ketaver deb u yigitni jo'natib yubordi uyiga. Yaxshiyamki men u yigitni yuz tuzilishgacha videoga oldim. Syomkalari bor, telefon raqamini olganman. Uchastka noziri ketkizib yuborgandan keyin yuringlar endi o'zimizni bo'limda gaplashamiz deb biz olib kirib ketdik. Kirganimizdan keyin tuhmat uchun jinoiy ish qo'zg'atishini bilasizmi? Buni ogohlantirmasingizdan bilaman, lekin tuhmat pastligini siz ham bilib turibsiz dedim. Videolargacha borsam, qani? Hozir ko'rganimiz dedim. Katta magazinda mana shu yigit bilan birgalikda mashinada joyimizdan qo'zg'algan joyimizda meni Damas qo'shida bo'lgan. Rusumli avtomobilini orqa aynagini ko'rinib turibdi. Sindirib qochib ketishdi. Roldagi yondagi yo'lovchini ham tanimayman, bilmayman, lekin mashinani avtoraqamini yozib oldim. Haymasvet Damas 2023 AY. Shu ekan guvoh. Yigit mana shu yerda aholisidan bo'lgan. Mana ro'paramizda ular magazini, kameralar. Siz chiqing deb aytishlar. 102 ga chiqdik, ichki ishlar xodimlari farqi beradi. Lekin yigitni syomkalari bor. Mashinaning ichida o'tirgan holatda syomka qilingan. Hozir
hech qanday yechim yo'qligiga men ishonchim komil bo'lib boryapti. Uchastka Demak, bu noziriga. yerda ichki ishlar xodimi yechim qilish o'rniga sizlarga nisbatan o'zinglarga chora ko'rish maqsad shunaqa bo'lyapti. Shunday deb Tushunishim bo'yicha gapirdi. sizlarni gapinglarda. Ha. Shunday deb gapirdi uchastka noziri. Demak, u yerda o'sha Sherali ismli shaxsda nima deydi, roli kattaroq bo'lyapti ekanda bo'lmasam, ha? Xo'p, siz aka, siz bilan suhbatlashganimda hali nima dedingiz? Bizni ichki ishlar otdeligacha olib kirib ketishdi dedingiz. U holat qanday bo'ldi aka? U holatga kelsak, endi to'g'ri borganimizda biz endi ishlagani borganmiz, boshqa maqsadda bormaganmiz o'zi albatta. Borsak, shu o'z-o'zidan kelib shopirlarni u tarafdan ham bu tarafda shopirlarga hammasini olib kirib ketdi. Shu bilan kechgacha qolib ketdik o'sha nimalar, отделda. Melisaxona отделda. Bo'lgan holat shu. Shu bilan kech payt ruhiy ta'ziyat o'tkazildimi? Nima bo'ldi? Endi kechgacha nima qildinglar? Obedlaring qanaqa bo'ldi? endi ruhiy ta'ziyat deganiki, endi ishdan ham qoldik, qornimiz ham och qoldi. Bir so'm pul topganimiz yo'q, gazimizni o'zimiz yonimizdan quydik. Shu ahvol. Kech payt soat 10 da chiqib ketganmiz. 10 da chiqib ketgansizlar. Kech payt 10 da. Sud bo'ldi deb eshitdim. Hatto sud ham bo'ldi, to'g'ri, sud bo'ldi, boshqa bo'ldi. Kirganlarda ahvoli nima bo'ldi? Sudga kirganlarda ahvoli endi bo'lgancha bo'ldi, endi bo'lgancha bo'lgandi. Ular ham bir so'm. Yo'q. Endi men so'ramoqchi bo'lganim sizdan, sud 10 da tugatildimi shunda 10 da chiqib ketdik deyapsizlar. Siz qayerdan chiqib ketdingiz o'zi? Sud zalidan chiqib ketdingizmi yoki отделdan chiqib ketdingizmi? Biz suddan chiqib ketdik. Sudda biz qatnashmadik-ku, lekin sud nimasidan chiqib ketdik. Lekin guvoh sifatida sizlarni ham olib o'tirdi o'sha O'sha yerda o'tirdi. Sizlarda hech qanaqa ayb bo'lmasa ham, lekin o'sha yerda olib o'tirdi. Olib o'tirdi. Endi holat yuzasidan yana ko'pchilik shopirlar bilan gaplashganimda, ular bizni avtobusda hech narsa yo'q, avtobusda o'sha ichki ishlarni avtobusda olib ketildi deyapti. Shu to'g'rimi? To'g'ri, ichki ishlar avtobusda olib ketildi. Hammani ichki ishlar avtobusda olib o'sha sud binosiga olib kirildi. Kerakli nimalar shaxslarni sud qildi. Ba'zi shopirlarni andaqa sifatida nima deydi? Guvoh sifatida olib o'tirdi biz o'sha. Lekin hammani. Mana 10 da bo'lsa demak sud shunday. Bir to'rg'an non yeganimiz yo'q, hech qanaqa. O'sha olib borgandan emas. Bir to'rg'an non yeganimiz yo'q. Yo'q, sud men tushunmayotgan narsam, sud nechida bo'ldi? Taxminan soat 10 da chiqib ketgan bo'lsangiz, bu degani soat 8:30-9 dan keyin boshlandimi sud? Soat 7dan keyin 8larda boshlandi. 8larda boshlandi. Ha, 8larda boshlandi. Menimcha 8larda boshlandi. Uyga kelsam 12 bo'lgan ekan xullas. Kechasi 12da uyga kirib keldim. Ha, demak sud ham o'zini ish faoliyati 6gacha bo'lishiga, kechqurungi soat 18:00 gacha bo'lishiga qaramasdan, demak noqonuniy tarzda o'tkazilgan, demak soat 8:00 da boshlangan bo'lsa, shunaqami? Shunday bo'lyapti. Mana hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mana jabr ko'rgan shofyorlarimiz, mana oynalari sinib, mana hozir men bular bilan gaplashganimda, to'g'risi u yerga borganimizda biz o'zimizdan ko'ra ko'proq yo'lovchilarni o'ylayapmiz, yo'lovchilarni hayoti-chi degan mazmundagi nimalar bilan ozgina bularda qo'rquv paydo bo'lgan. Mana shu aynan shu holatlar yuzasidan mutasaddi tashkilotlarga murojaatimiz, mana shu tenderda g'olib bo'lgan firma hamda haydovchilarni qonuniy ishlashiga amaliy yordam berishlarini so'raymiz. Shunaqami akalar? Shunday. Mana bu akani ham avtomashinasi. Yuring, men mashinamni ko'rsatay sizga. Marhamat, mana bu ichkarida singan joylarini ko'rsating. Ularni ham ko'rsating. Tanirovka bo'lmaganda sachilgan joylari yaqqol bilinadi. Nargisi orqaligini ham ko'ring. Mana shu ayni.